Mo'tabar mo'mina ayollar kitobidan Hazrati Safiya binti Huyay radhiyallohu anha. Payg'ambarimiz alayhissalomning Safiya onamiz radhiyallohu anhoga nikohlanishdan maqsadlari uni e'zozlash, hurmatlash edi. Onamizga nikohlanishlari orqali ahli kitoblarning musulmonlarga nisbatan adovatini oz bo'lsa-da yengillatish hamda islomga moyilliklari ortishini umid qildilar. Safiya binti Huyay ibn Ahtob ibn Sa'na radhiyallohu anhu otasi Banu Nazir qabilasining ulug'i, onasi Banu Qurayzalik Barra binti Samval. Onamiz islomdan avval qavmining chavandozi va katta shoirlardan Salom ibn Mushkamga turmushga chiqqan. Keyin Kinona ibn Abu Haqiq bilan nikohlangan bo'lib, eri Haybar kuni o'lim topgandi. Safiya oilasi bilan asir tushdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga tanla, istasang islomni qabul et. Seni o'zim bilan olib qolaman, ya'ni nikohimga olaman. Agar yana diningni tanlasang, seni ozod etaman va qavmingga qaytasan dedilar. Safiya: "Ya Rasululloh, islomni tanladim. Alloh va Rasuli men uchun ozodlikka erishib, qavmimga qaytishimdan yaxshiroqdir" dedi. Safiya radhiyallohu anhoning iymoni chinligiga shohid bo'lgan Nabiy alayhissalom uni nikohlariga oldilar. Safiya onamiz Nabiy alayhissalom bilan bo'ladigan nikohi uchun Ummu Salim yasantirib, bezantirdi va xushbo'yliklar sebab tayyorladi. Imom Buxoriy rivoyati. Bu orada payg'ambarimiz alayhissalom onamizning chehrasida tarsakidan qolgan izni ko'rdilar va "Bu nima?" deb so'radilar. Safiya: "Yasribdan chiqqan oyning bag'rimga kirganini tush ko'rgan edim. Ko'rganlarimni amakimning o'g'li Haqiqga so'zlab berdim. U yuzimga tarsaki tortdi. Bu uning tarsakisi izi" dedi. Haybardan Madina sari yo'lga chiqishda yo'lda Nabiy alayhissalom sahobalarga kimda nima yegulik bo'lsa olib kelsin dedilar. Kimdir pishloq, boshqa kimdir xurmo, yana kimdir arpadan pishirilgan shavla olib keldi. Keyin Anas ibn Malik radhiyallohu anhuga atrofdagilarni chaqir dedilar. Mana shu dasturxon onamiz uchun bergan valimalari bo'ldi. Ziyofatdan keyin yana yo'lga chiqish tarohatigini ko'rishdi. Shu orada Nabiy alayhissalom onamizni abo, jundan to'qilgan kiyim bilan o'radilar. So'ngra u zot cho'kka tushib, onamiz tuyaga minishlari uchun tizzalarini tutib turdilar. Imom Buxoriy rivoyati. Safiya radhiyallohu anha sharifa, oqila ayol edi. Buning ustiga nasl nasabli, aslzoda xonadon vakilasi bo'lgan. Uning go'zalligi boshqa onalarimizning rashklariga sabab bo'lardi. Hatto bir kuni onalarimizdan ba'zilari rashk tufayli bizlar Safiyadan afzalmiz deyishdi. Bu gapdan Safiya onamiz ma'yus bo'ldilar. Nabiy alayhissalom Safiya radhiyallohu anhuning ma'yusligini ko'rib, sababini so'radilar. Bor gapni aytganida u zot alayhissalom: "Erim Muhammad, otam Harun, amakim Muso bo'lsa, qanday qilib mendan afzal bo'lishadi demadingmi?" deya onamizning ko'nglini ko'tardilar. Barcha onalarimiz singari Safiya onamiz ham o'ziga xos fazilatlari sohibasi edi. U kishi qo'liga ilingan narsani ehson qilishga shoshilardi. Unga tegishli bo'lgan hovlini hayotligida yo'q savob umidida sadaqa qilib yuborgan. Bundan tashqari ilmga haris edi. Qur'oni Karimni ko'p o'qib o'rganardi. Ulamolar onamizning fazilatlari haqida bunday deyishgan: Alloh va Rasulini o'z dini va qavmiga qaytishdan afzal ko'rdi. Nabiy alayhissalomga o'z ixlosini namoyon etdi. Fitnachilarga qarshi chiqib, Usmon radhiyallohu anhuga ko'mak berdi. O'zi haqida Hazrat Umar radhiyallohu anhuga chaqimchilik qilgan joriyani ozod etdi. Safiya onamiz nubuvvat xonadonida baxtli hayot kechirdi. U iymon halovatini topdi. Nabiy alayhissalomning go'zal xulqlaridan ta'sirlandi. Hatto Nabiy alayhissalomga nisbatan muhabbati yaqinlariga bo'lganidan ancha ko'proq edi. Zayd ibn Aslam aytadi: Nabiy alayhissalom vafotlari oldidan betob bo'ldilar. Barcha onalarimiz u zot alayhissalomning huzurlarida to'planishdi. Shu vaqt Safiya binti Huyay onamiz: "Ya Nabiyalloh, Allohga qasamki, o'rningizda men azob cheksam qaniydi" deb aytdi.
Shunda onalarimiz bir-birlariga ko'z qirlari bilan boqa boshlashdi. Shu vaqt payg'ambarimiz alayhissalom u rost so'zlamoqda dedilar. Safiya binti Huyay radhiyallohu anhu xulafoi roshidin zamonidan to Muaviya radhiyallohu anhu davrigacha yashadi. Hijratning 50-yili olamdan o'tdi. Onamiz vafoti haqida Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhuga xabar etganida sajdaga yiqildi. U kishiga shu payt ham sajda qilasanmi deyildi. Abdulloh ibn Abbos aytdi: Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qachon bir oyat belgini ko'rsangiz sajda qilinglar degan emasmidilar? Safiya onamiz Baqiy qabristoniga dafn qilindi. Alloh taolo Safiya va barcha onalarimiz radhiyallohu anhulardan rozi bo'lsin.